Assalomu alaykum aziz do'stlar. Victoria dori sepish apparatimizni qisqacha obzor bilan tanishtirib o'taman. 8,5 litrli bachok. Batareyka bilan ishlanadi. Komplektida chiqadigan narsalar shlang kabeli bilan birgalikda, nasatkasi va shunday ko'rinishda komplektida o'zining pistoleti. Buni yig'ishini sizga qisqacha qilib ko'rsatib o'taman. 8,5 litrlik bachok bu qulay olinadi. Zapravka qilib taqishingiz ham juda ham qulay. Orqalari ryukzakda ishlangan va bu yerga batareykani taqishi ham juda ham qulay, olinishi ham, taqilishi ham. Buni yopib qo'yasiz. Bundan keyin shlangini taqishni ko'rsataman. Komplektda shunday keladi. Shlang bilan birgalikda kabellari ham birgalikda qo'yilgan. Xo'p, buni taqishda eng asosiy e'tibor qilinadigan narsasi o'zini ruchkasi bor. Ruchkasini oxirigacha tortasiz va keyin ulaydigan joyiga, imенно mana shu joyiga to'g'rilab oxirigacha tiqib qo'yasiz. Oxirigacha tiqqaningizdan keyin ruchkasini qo'yib yuborasiz, qisib qoladi. Agar buni to'g'ri qo'ymasangiz, suv oqib qolish ehtimoli bor. Bundan tashqari ikkinchi tomoni ham xuddi shunday. Komplektidagi pistolet. Buni ham taqishingizda buni oxirigacha tortasiz. O'rnatib bo'lganingizdan keyingina ruchkasini qo'yib yuborsangiz, o'zi qisib qoladi. O'shandagina sizda muammo bo'lmaydi. Elektr kabellarini ham ulaysiz mana shu holatda. Buni ulashdan oldin men sizga yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Komplektida o'zi bilan chiqadigan tokni, masalan, suv tegishi mumkin boshqa, o'shalardan qutqarish uchun, o'shalardan asrash uchun mana shunday ikkita nasatkalar chiqadi. Buni ham imенно o'sha ko'rsatilgan joyga chiroyli qilib taqasiz. Shu ko'rinishda. Suv tegishi mumkin, ichiga suv kirishi mumkin, ochisleniya qilishi mumkin. O'shaning uchun buni qistirib qo'yasiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Va buni suv purkagichni o'zini nasatkasi bo'ladi. 3 xil ko'rinishda sepadi. 3 xil ko'rinishda sepishini o'zgartirishingiz ключ desam ham bo'ladi. Buraganingizda mana o'zgaradi. Pozitsiyalar o'zgaradi. Buragan holatingizda o'sha sepish pozitsiyalari o'zgaradi. 3 xil ko'rinishdagina. Buni yechib olishingizda taqasizda ozgina bosib burasangizgina chiqadi. Mana. Buning ichida o'zini salniki bo'ladi, rezina salnikchasi. Nasatkasining ichida ham salniki bo'ladi, xuddi shunday. Bunga ham taqib, boyagi xuddi shu ko'rinishda bunga ham taqsiz bo'ladi, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Buni mana strelkalar ko'rsatib qo'yilgan. Shu ko'rinishda taqiladi. Va buni bemalol yelkangizga taqib kerakli bo'lgan joylarga, masalan, uyni dezinfeksiya qilishda yokida teplitsada dorilashda foydalansangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'lingizlar.